Assalomu alaykum, hurmatli tadqiqotchilar, hurmatli ilmiy izlanuvchilar. Ancha vaqtdan buyon o'z demak shaxsiy tadqiqotimga, ya'ni DS dissertatsiyamga oid tadqiqot jarayonlarim bilan ulashib boryapman shaxsiy Telegram kanalimda va hozirgi quyidagi video qo'llanma ham demak PhD ilmiy ishini boshlagan mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar uchun juda ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Lekin o'zim DS dissertatsiya misolida ko'rsataman. Bunda bilamizki, PhD ilmiy ishimizda ijtimoiy soha, ayniqsa iqtisodiyot sohasida demak ikkinchi bobda tahlillar taqdim etiladi va DS ishimizda uchinchi bobda tahlillar taqdim etiladi. Oxirgi video qo'llanmalarimda demak so'rovnoma tadqiqotlari asosida yozgan maqolamni demak jurnalga yubordim va undan kamchiliklari kelgandan keyin to'g'irlab turib, keyin tarjima qilib, keyin mana bu 3-ikkinchi bo'limga olib kirganimni u ishni bajarib bo'lib, keyin buni qanday bu ishni amalga oshirganimni ko'rsatgan edim. Bu haqida ma'lumot bergan edim. Qaysiki jurnal xususiyatiga, maqola xususiyatiga ega bo'lgan, ya'ni jurnal xususiyatiga ega bo'lgan maqolamizni, demak, adabiyotlar sharhi, muhokama qismlarini ko'proq qisqartirib va bu bo'limga o'zbek tilidagisini va o'sha dissertatsiya tilida joylashtirgan edim. Va hozirgi kunda demak 3-chi bo'lim uchun rejani boshlaganman. Bu demak panel ma'lumotlari asosida, ya'ni panel data eshitganmiz buni. Masalan, rasmiy statistikaga asosan 3 xil datamiz bo'ladigan bo'lsa, cross sectional data deymiz, panel data, time series data. Demak, mana bu hozir 3-da panel data asosidagi tadqiqotni reja qilganman. Yuqoridagi esa so'rovnoma datasi asosida bo'lgan edi. Aniqroq bu ham cross sectional, faqat cross sectional survey data desak ham to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni respondentlari tajribasi, fikri, idrokiga ko'ra to'plangan ma'lumotlar tahlil qilingan bu yerda. Va so'rovnoma tadqiqotlarida biz faqat bog'liqlikni o'rganamiz. Cause and effect, ya'ni causality munosabatini o'rgana olmaymiz. Sabab va oqibat munosabatini so'rovnoma tadqiqotlarida o'rgana olmaymiz. Sababi so'rovnoma tadqiqotlari bir vaqt nuqtasiga ega, bir vaqtda, ya'ni olgan 3 kun bo'lishi mumkin, 1 oy, 5 oy, 1 yil davomida to'plangan bo'lishi mumkin ma'lumot. Bir vaqt nuqtasi, ya'ni 1 yilga tegishli data. Va bu yerda rasmiy statistika asosida 3-chi bo'limda rasmiy statistika asosida qaysiki demak biz to'plamagan ma'lumot biz uchun demak secondary data source hisoblanadi va bu kabi source manbalardan ma'lumot yig'ganimizda biz uchun u secondary data, ikkilamchi ma'lumot hisoblanadi. Va demak rasmiy statistika ham biz uchun ikkilamchi ma'lumot hisoblanadi. So'rovnoma ma'lumotlari esa biz uchun primary, birlamchi ma'lumot hisoblanadi. Lekin bu panel data asosida biz uni statistik dastur orqali turli xil statistik tahlil va modellari, ekonometrik modellar qo'llab ishlaganimizdan keyin olgan natijamiz biz uchun primary, birlamchi bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda 3-ga man panel data asosida tadqiqot qilishni va bu yerda o'sha fixed effects, random effects modellarini qo'llashni reja qilganman. Buning uchun quyidagi ma'lumotlar to'plamini tayyorlab qo'yganman. Bu panel data ko'rib turganimiz, demak, bir nechta obyektlar, bir nechta yillar bo'yicha ko'rsatkichlarni ko'rishimiz mumkin va bir nechta o'zgaruvchilar misolida mana bu ko'rinish panel data hisoblanadi. Cross sectionalda demak 1 yil beriladi, bo'ldi. Bir necha yil emas, 1 yil beriladi har bitta obyekt bo'yicha. Bu yerda mamlakatlar bo'lishi mumkin, mintaqalar, hududlar, korxonalar va hokazo bo'lishi mumkin. Time series datada esa bitta obyekt beriladi. Xuddi mana shu ko'rinishda ko'rsatkichlar, yillar faqat obyekt bitta. Masalan, Toshkent shahri yoki faqat O'zbekiston Respublikasi yoki umuman bitta demak korxona bo'lishi ham mumkin va hokazo. O'zim uchun bu panel datani tayyorlab qo'yganman. Buni nima asosida tayyorlaganman? Ha, bu bo'yicha allaqachon maqolani boshlaganman. Introduction tugadi. Literature review, bunda ancha ishlaydigan qismlarim bor hali. Metodologiya to'liq tugagan. Metodologiyani qayta ishlamasam ham bo'ladi. Jarayon davomida kamchiliklar chiqsa to'g'rilashim mumkin. Xo'p, boyagi mana bu panel datamni
mana bu panel datamni nima asosida yaratib olganman? Albatta, research model, ya'ni tadqiqot modelim asosida yaratib olganman. Ya'ni tadqiqotimda to'rtta mustaqil o'zgaruvchilar bor. Independent variables deymiz. Digital infrastructure, innovation, human capital va socio economic impact. Va bitta dependent variable, ya'ni tobe o'zgaruvchim bor. Va ikkita control variables, nazorat o'zgaruvchilarim bor. Va mana shu o'zgaruvchilarim asosida man ayniqsa, demak, mm, mana shu o'zgaruvchilarim asosida demak bu panel datani yaratganman, lekin degan tomoni bor. Masalan, digital infrastructure bo'yicha qayerda, masalan, O'zbekistonniki raqamli ma'lumot bor, yo'q. Innovation bo'yicha, bu ko'rsatkich bo'yicha variable deymiz biz, ya'ni tadqiqotingizda bu variable o'zgaruvchi hisoblanadi. Raqamli ma'lumot bormi? Yo'q. Human capital, raqamli ma'lumot bormi? Yo'q. Nima qilamiz? Proxy variable, o'rinbosar o'zgaruvchidan foydalanamiz. Masalan, digital infrastrukturani o'rnini 100% bosa olmaydi, lekin qanchadir qismini anglatadi. Internet foydalanuvchilari, demak, O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari O'zbekistondagi raqamli infrastruktura o'zgaruvchini biror bir qismini bildirishi mumkin. Innovatsiyalarni ham, demak, innovative firms, ya'ni demak, o'zlari mustaqil innovatsion mahsulot va xizmatlarni yaratgan firmalar soni bo'lishi mumkin. Mamlakatdagi inson kapitalini qanday bilishimiz mumkin? Bir nechta ko'rsatkichlar tashkil etadi. Shulardan bittasi higher education institution graduates, ya'ni oliy ta'lim institutlari bitiruvchilari va socio economic impact, ijtimoiy iqtisodiy ta'sir bo'yicha buni ham ko'plab ko'rsatkichlar bildiradi. Bittasini olganman. Average monthly wage, o'rtacha oylik ish haqi. Va digital financial services effectiveness uchun, raqamli moliya xizmatlar samaradorligi uchun, demak, moliyaviy xizmatlar hajmi bilan demak, har bitta regionimizdagi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va 12 viloyatlarimizdagi aholi sonidan kelib chiqib, ikkalasini nisbatidan kelib chiqib, financial services volume per capita, jon boshiga to'g'ri keladigan moliyaviy xizmatlar hajmini olganman. Chunki raqamli moliyaviy xizmatlar samaradorligini anglatadigan raqamli ma'lumot, tayyor rasmiy ma'lumot yo'q. Shuning uchun, hurmatli ilmiy izlanuvchilar, agar tadqiqot jarayonini rejalashtirayotgan paytimizda o'zimiz uchun mustaqil tobe, nazorat va bo'lishi mumkin mediator, moderator yoki boshqa o'zgaruvchilarni reja qilganimizda, mana shu ko'rinishda tadqiqot modelimizda aynan o'sha o'zgaruvchilar, biz reja qilgan o'zgaruvchilar qaysiki, bizni tadqiqotimizni, mana bu reja qilgan tadqiqotimizni, demak, rejalashtirgan tadqiqotimizni asosini tashkil etadigan o'zgaruvchilar bo'yicha aynan rasmiy ma'lumot bo'lmasa, bu rasmiy ma'lumot yuritilmasligi ham mumkin, yoki bo'lsa ochiq dostupda bo'lmasligi mumkin. Nima qilamiz? Ochiq dostupda bor bo'lgan va mazkur biz research modelimizda tanlagan o'zgaruvchilarga o'zgaruvchilarni biror bir ochib beradigan, biror bir demak, dimensions deymiz, o'lchovi bo'lishi mumkin bo'lgan birorta ko'rsatkichlarni mana shu kabi ko'rsatkichlarni tanlaymiz. Bu yerda albatta bitta o'zgaruvchi bitta dimensions emas, bir nechta dimensions tanlasangiz bo'ladi. Digital infrastructure uchun bir nechta ko'rsatkichlar, dimensions degani shu. Innovation uchun innovative firms yoki boshqalarni tanlashingiz mumkin. Va mustaqil o'zgaruvchilarni asl nima deymiz, impact, asl ta'sirini bilishimiz uchun va tadqiqotimizda nima deymiz, omitted variable bias kuchayib ketmasligi uchun, ya'ni qolib ketgan o'zgaruvchini og'ishi kuchayib ketmasligi uchun biz nazorat o'zgaruvchilarini modelimizga olib kiramiz. Bu nazorat o'zgaruvchilari mustaqil o'zgaruvchilarni tobe o'zgaruvchiga bo'lgan ta'sirini, asl ta'sirini ko'rsatadi va biz o'zi to'g'ri olib kirdik buni mustaqil sifatida. Nazorat o'zgaruvchilarimiz orqali ham buni xulosa qilishimiz mumkin va nazoratga agar bir nechta o'zgaruvchilarni olib kirmasak, aslida bu modeldan yana boshqa, bu mustaqil o'zgaruvchilardan tashqari yana boshqa o'zgaruvchilar bo'lishi kerak bo'lgan bo'lsa-yu, lekin biz uni modelga olib kirmagan bo'lsak, ularni hissasini mana bu mustaqil o'zgaruvchilar yutib yuboradi va tadqiqotimiz natijalari noto'g'ri chiqadi va biz noto'g'ri xulosa qilamiz, noto'g'ri demak, ilmiy yangiliklar qilib beramiz, noto'g'ri tavsiyalar ishlab beramiz. Shuning uchun nazorat o'zgaruvchilari olib kiramiz. Bu yerda hozir ikkita nazorat o'zgaruvchi bo'ldi. Bu aynan biror bir joyda, biror bir metodologiyada deymizmi, shuncha bo'lishi kerak degan son ko'rmaganman. Shuning uchun kamida hozircha ikkita
olib kirdim bu yerda. Yana u tadqiqot jarayonida natijalarga qarab o'zgaraveradi. Balkim izlagan statistik ma'lumotlarim ichidan bu yerda nazorat o'zgaruvchisiga mos bo'lgan yana boshqa o'zgaruvchilar chiqishi mumkin. Nazorat o'zgaruvchilarini savol bo'lishi mumkin. Qaysi o'zgaruvchilarni mustaqil sifatida ko'ramiz? Qaysilarini tobe, qaysilarini nazorat? Bu yerda biroz mantiqiy fikrlashimizga to'g'ri keladi. Qaysi o'zgaruvchilarimiz cause, sabab bo'la oladi? Qaysi o'zgaruvchimiz nima edi? Effekt, natija bo'la oladi. Biroz mantiqiy o'ylashimizga to'g'ri keladi. Bu bir, adabiyotlarni sharh qilganimizda ham, mavzuyimiz doirasidagi mahalliy xorijiy adabiyotlarni sharh qilganimizda ham ularda qaysi o'zgaruvchilar ko'proq mustaqil bo'lyapti, qaysi o'zgaruvchilar tobe bo'lyapti, qaysi o'zgaruvchilar nazorat bo'lyapti va hokazo. Mana shu jihatlarga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Bunda bir o'zgaruvchi bir tadqiqotimizda mustaqil bo'lsa, keyingi tadqiqotimizda tobe, keyingi tadqiqotimizda nazoratda bo'lishi mumkin va buni tadqiqotda o'zgaruvchini mustaqil tobe yoki nazoratda bo'lishida ham yana o'sha mantiqiy fikrlashga to'g'ri kelib qoladi. Urbanization qanchalik DFS effectivenessga ta'sir qiladi yoki digital infrastructure qanchalik digital financial services effectivenessga ta'sir qiladi. Qaysi birini ta'siri yaqinroq yoki kattaroq? Misol uchun o'ylaymiz bu yerda. Digital infrastructure internet usersni impakti yuqoriroq bu yerda urbanizationga qaraganda. Demak internet users dimension sifatida digital infrastructure uchun dimension sifatida mustaqil bo'lishi kerak. Masalan, shu kabi mantiqiy fikrlash. Albatta, buning uchun adabiyotlarni ko'proq tanishib chiqqan bo'lishimiz kerak. Bo'lmasa bizga ideya qayerdan keladi? Va bu yerda albatta gipotezalar shakllangan, raqamli ma'lumotlarda albatta gipoteza ishlatamiz. Bu